Xabaringiz bor, yaqindagina davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan yig'ilishda jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurash olib borish haqida fikrlar aytilgan edi. Xususan, Toshkent shahri misolida osoyishtalikni va tinchlikni ta'minlash masalasi muhokama qilinar ekan, Prezidentimiz 4 jinoyatga qarshi keskin kurash olib borish zarurligini aytib o'tdi. Demak, bular uyushgan jinoyatchilik, narko jinoyat, kiber jinoyat va yashirin iqtisodiyot. Ularning har biri alohida xavf, ammo ular birlashganda juda katta tahdid yuzaga keladi deb ta'kidladi Prezidentimiz. Darhaqiqat, ular orasida yashirin iqtisodiyot haqida so'z borar ekan, bu borada soliq bilan bog'liq jinoyatlarga ham yo'l qo'ymaslik muhim ekanligi qayd etildi. Bu borada biz fuqarolar, soliq to'lovchilar, iste'molchilar nimalarni bilishimiz kerak? Qonunda nimalar nazarda tutilgan? Bu bizning foydamizga qanchalik xizmat qiladi? Bular haqida bilish juda dolzarb hisoblanadi. Ayni mavzuni bizni tomosha qilib turgan barcha soliqchilarimiz, bizni aziz teletomoshabinlarimiz diqqat bilan tinglashlarini istar edik va bugun dasturda yolg'iz emasman, doimgidek ko'rsatuvimizda mutaxassis ishtirok etmoqda. Farg'ona viloyat soliq boshqarmasi bosh inspektori Islomjon Sharopov xayrli kun dasturining aziz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Islomjon, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana Islomjon, bugun mavzuyimiz jiddiy va aytib o'tganimizdek, biz qaysi jamiyatda yashamaylik, xohlaymizmi yo'qmi, soliqchi bo'lib qolamiz. Shu ma'noda mana xufiya iqtisodiyot deganda o'zi biz nimani tushunishimiz kerak? Buning eng kichik ko'rinishidan eng katta ko'rinishigacha ayrim misollarni keltira olasizmi? Avvalambor xufiyona iqtisodiyotni sodda tilda tushuntirib o'tsam, bu xufiyona iqtisodiyot soliq hisobotlarida aks ettirilmagan hamda bank aylanmalarida amalga oshirilmagan to'lovlar tushuniladi. Ya'ni sodda qilib tushuntirganimda mana kichik bitta misol bilan boshlasam, siz savdo do'koniga, savdo markaziga kirdingiz, o'z navbatida mahsulot sotib oldingiz. Mahsulotingiz uchun siz o'sha to'lov kartasi orqali to'lov amalga oshirmoqchini bildirganingizda, sotuvchi sizga buni klik orqali yoki boshqa elektron to'lov tizimi orqali, ya'ni Payme orqali mani kartamga yoki o'sha do'kon savdo markazini sotuvchisini kartasiga tushirishni sizga iltimos qildi. Siz o'z navbatida unga qarshilik bildirmagan holda tushirib berdingiz. Mana ko'rib turibmiz, bu jarayonda eng kichik xufiyona iqtisodiyotga albatta siz orqali o'sha savdo do'koni, savdo sotuvchisi yo'l qo'ymoqda. Ya'ni bu tushgan mablag' o'z navbatida bank aylanmalarida hamda soliq hisobotlarida aks ettirilmaydi va soliq oqibatlari yuzaga kelmaydi. Demak, bu yerda xohlaymizmi yo'qmi, kichik jinoyatni ham ishtirokchisiga aylanyapmiz. Bu bizga sezilmaydi. Qaysidir ma'noda ham.